qura juda ham qiziqarli tushdi. Menimcha muxlislar uchun ham qiziq, futbolchilar uchun ham qiziq. Birinchi jahon chempionatida Portugaliya Kolumbiyaga qarshi o'ynash. Menimcha juda ham qiziqarli o'yinlar kutib turibdi. Xudo xohlasa yaxshi tayyorgarlik ko'rib, muxlislarni xursand qilamiz degan umidamiz. Afsuski o'sha biroz jarohatlar ham bo'lib qoldi. Masharipov, Aliqulov ularni o'rniga bo'lgan mumkin futbolchilar bor menimcha. Albatta, baribir dilda xira qiladi. Terma jamoaning yetakchi o'yinchilari travma olgani. Erkak futbolchi sifatida ham baribir bu qiyin. Boshqa bir jamoadoshingiz bunaqa travma olsa, ularga tezroq sog'ayib ketishini tilab qolgan bo'lardim. Endi ko'ramiz, agar yaxshi futbolistlar ko'p. Agar ular tiklana olmasa, boshqa futbolchilar ham bor.